Xitoy hukumati Taylandning Yangi yilni tabriklash tashviqot filmida Uyg'urdan foydalangan. Tayland xalqi Songkran deb ataydigan an'anaviy Yangi yilni har yili 13 aprel tabriklaydigan bo'lib, Tayland poytaxti Bangkokdagi Xitoy elchixonasi bu bayramda maxsus bir qisqa film ishlagan va uningda bir Uyg'ur qizni bosh personaj qilgan. Xitoy elchixonasi mazkur filmni Facebook hisobida hambakilagan bo'lib, uningda Taylandda o'qiyotgan bir Uyg'ur qiz o'quvchi bosh rol o'ynagan. Filmda bu qiz boshqa o'quvchilar bilan Bangkokdagi bozorlarni aylanib, Xitoy elchixonasiga bordi. Ular Taylandning yerlik usulida Yangi yilni tabriklaydi. Uningdan keyin ular Xitoy bosh elchisi Han Jichang bilan Yangi yillik tilak tilashib, uningga hurmat bildirdi. Film Tayland bilan Xitoy xalqi qo'lni qo'lga tutashtirib, o'zlari arzu qilgan jamiyatni yaratdi. Songkran kuniga muborak bo'lsin degan xat bilan oxirlashdi. Bu yil 27 fevral Tayland hukumati 10 yildan beri tutib turilayotgan Uyg'urlardan 40 nafarini maxfiy holda Xitoyga qaytarib bergan bo'lib, Taylandning bu qilmishi xalqaro jamiyatning qattiq ayblashiga uchragan. Natijada Amerika Taylanddagi bu ishga mas'ul bo'lgan barliq amaldorlarni jazolagan edi. Shuningdan keyin bu ishga mas'ul bo'lgan Tayland amaldorlari Xitoyga qaytarilgan Uyg'urlarni ziyorat qilib, ularning xushal-xuram yashayotganligini bildirgan bo'lsa-mu, yana kishilik huquq tashkilotlari va g'arb ellar tomonidan kuchli tanqidga uchragan. Taylanddagi Xitoy elchixonasining Yangi yilni tabriklash bahonasida ishlagan bu filmda bir Uyg'ur qizni bosh personaj qilishi Xitoy hukumatining yaqinda Taylanddan majburiy qaytarilgan 40 Uyg'urning fojiasini unutiltirish urinishi deb qaranmoqda.